ayni damda Andijon shahrida joylashgan Amir Temur Avenue loyihasidamiz va bugun mana shu loyiha haqida sizlarga gapirib beramiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Oldimda Abdulatif Muxtor turibdilar. Abdulatif mana shu loyihani va boshqa loyihalarda sotuv bo'lim boshlig'i lavozimida. Nega aynan Amir Temur Avenuesi deb nomlanadi? Birinchi maqsadimiz aka, Amir Temur bobo kalonimiz, bu bizning faxrimiz. Faxr. Ikkinchi sababi bu Andijonda Amir Temur Shoh ko'chasi qurilgan. Loyiha necha gektar joyda egalladi? Umumiy hisobda 2 gektar maydonga joylashgan. 45% ga mana yashil hududdagi avtoturargohlarimiz joylashgan. Nimaga odamlar aynan sizdan kelib uy sotib olish kerak? Eng qiziqarli bo'lib turgani bu umuman boshlanish to'lovsizligi, bitta pasport evaziga olib turganlari. Oylik to'lovlarimiz nech puldan nech pulgacha? Hozir 18 oy muddat 3.900.000 so'mdan to'lashadi. Uyga Bo'lgan kirgungacha. Albatta. Undan keyingi davrda 8 million so'mgacha ko'tariladi, ya'ni kvadratiga qarab. Hozir qaysi etapdasizlar qurilishda? Katlavan va podval etajdamiz. Sroklar bo'yicha qanaqa ketyapsiz? Podval qismimiz asosan 1 oy muddat oladi. Undan tashqari etajga chiqqanimizda, ya'ni qavatlarda 1 oyda 4 ta qavatdan ko'tarishni reja qilganmiz. Umumiy loyihani topshirish muddati qachon? 2027-yilda ikkinchi choragiga bitadi. Xonadonlar soni nechta? Xonadonlar soni hozir bitta 1000 taga moslashgan. Nechtasini sotib bo'ldingiz? 50% sotib tugatildi. Unumli bo'lsin. Andijon xalqi ham bundan menimcha o'z o'rnida foydali ravishda foydalanadi, chunki bunday imkoniyatlar hamisha berilavermaydi.